Barcha organizatsiyalar sizlar bilan Reverchik va bu mani vyjivanyamiz so'nggi 14-qismiga xush kelibsiz. Xo'p, bo'ldi. Men bundan keyin boshqa vyjivaniya olaymi, boshqa narsa olaymi, nima haqida olay? Kommentariyada yozib ketinglar. Bu premyeramizda bo'ladi. Kirket bor. Men tepaga maqsad qo'ydim hozir. Tepani polni pechkadan to'ldirib chiqamiz. Bir qator polni pechkadan to'ldirishimiz bilan mirni o'chirib tashlayman. Ko'z oldingizda o'chirib tashlayman. Biror marta ham o'lganim yo'q. Bu mirda baribir o'chirishga to'g'ri kelyapti. Dramatik qo'shiq qo'ya olmayman. Menga yoqmaydi. Lekin bir drama sifat bo'lmasligi kerak. Qaranglar, men bu yerda tayyor zina ham qurib qo'ygandim. Nimadir qursa ham bo'lardi. Men aytgandim, temir aslaha deb o'ylagan edim. Men bu yerda ikoni ko'rgan bo'lsalar, mana oxirida turibdi. Odam asabini buzib. Bu toshkablimizda pechkalar yasab, videomizni tugaydi va mirni ko'z oldingizda o'chirib tashlayman. Toshkab olgandan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Bolaman 14 ta pechka yasadim. Bu meni odam o'chirgisi ham kelayotgani shuncha xotiralar bo'ldi. Baribir endi kechma o'chiraman deb qo'ydim. Mayli, shunchasi ham yetadi. Bo'ldi. Mirdan chiqib ketamiz. Mana o'sha mir. Barchaga tomoshachilar, rahmat. Sizlar bilan Reverchik bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.